Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, bugun ham men bilan yangi kitob o'qishga tayyormisiz? Bugungi kitobimizning nomi Mehribonim Allohim. Alloh menga ko'zlar berdi, ko'rishga va qarashga. Musaffo osmonga-yu bog'imdagi daraxtlarni tomosha qilishga. Alloh menga burun berdi, nafas olib chiqarishga. Chiroyli atirgul yong'oqlarni hidlashga, to'yib bahra olishga. Alloh menga yanoqlar berdi, ishirishga va kattalar meni erkalashiga. Ular xuddi shishirilgan pufakka o'xshaydi. Alloh menga til berdi, gapirish va ta'm bilishga, muzqaymoqni yalashu qoldirmay yeb qo'yishga. Alloh menga quloqlar berdi, eshitish va tinglashga, uzoq yo yaqindagi mitti qushchaning sayrashini eshitishga. Alloh menga qo'llar berdi, tepaga ko'tarish va cho'zilishga. Oyijonim va dadajonimni qattiq quchoqlashga. His qilish va ushlab ko'rish uchun barmoqlar berdi. Hattoki shu barmoqlar bilan apelsinning po'stlog'ini ham tozalayman. Alloh menga oyoqlar berdi, yurishim va sakrashimga. Ularni qimirlatish va qutqilashga. Yam-yashil maysani ohista his qilishga. Alloh menga porloq sochlar berdi. Uzunmi, qisqami, sochlarim baribir o'zgacha. Alloh menga aql berdi, o'rganib katta bo'lishga, hamma narsani o'qib olishga, kitoblar o'qishga-yu xamirdan non yasashga. Alloh menga qalb berdi, sevish va e'zozlashga. O'zini his qilish, ibodat qildirish, borimni baham ko'rishga. Hammasi uchun Allohimga alhamdulillah deyman. Seni yaxshi ko'raman Allohim. Sen menga hammadan mehribonsan. Bolajonlar, sizlar ham Alloh sizga bergan ko'zlar, quloqlar, burun, qo'llar, oyoqlar, sochlar uchun hamd ayting. Undan tashqari u sizga bergan jamiki ne'matlar uchun alhamdulillah deng. Shunda Alloh sizdan xursand bo'ladi va ne'matlarini sizga ko'paytirib beradi. Endi esa bolajonlar, sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi hikoyalargacha sog' salomat bo'linglar.